Mana xanımlar iki kolumuz bilan şu iki tarafidan pürüp, nasıl qilib pürüp olgandan keyin bunu to'qmoqdan chiqarib o'tamiz. Chiqarib olgandan keyin mana ikki uchini ichiga tiqib o'tamiz. Xanımlar ichiga pürüp tiqib o'tgandan keyin bunu listimizga elib tizsaq bo'ldi. Mana xanımlar listimiz tiz oldu. Qolgan hammasini mush bo'yicha tayyor qilamiz. Mana qızlar biz hammasini o'rab tayyor qildik. Endi buni 180 Selsiy gradusda 20 minut üstü qizarg'ucha pishirib olamiz, xonimlar. Duxovkamiz soldik. Endi biz o'rinboqlarimiz pishguncha 100 gram shakarga 100 gram su qo'yib, sharbatini tayyor qilamiz, xonimlar. Mana 100 gram su shunchalik bo'lar ekan. 100 gram suvni qo'yib, buni sus o'tda qaynatib, sharbatini tayyor qilamiz. Mana sharbat tayyor bo'ldi. Mana xonimlar o'rama baklavamiz pishib chiqdi, qizarib. Endi buningga baytin tayyor qilib olgan mavu shakar suyimiz qo'yamiz, xonimlar. Üstüge şeker suyumuzni teshib qo'yamiz. Quyib oldik. Buni mush qiziq betil qo'yamiz, xonimlar, so'masini qo'yamiz. Buni toza yaxshi ichib olgandan keyin uningdagi buni taqsiq elib, ustiga pista badamni sepib, bezab iste'mol qilsak bo'ldi. Unda qilsa taqsirgan altini ko'raylik.